Bugun uydagi hamma daraxtlar bargini to'kib chiqamiz, ketdik. Bugun mazam bo'lmasdan uyda o'tirgan holatda ham men jo'shqinlashib ketib daraxtlar bargini to'kib chiqmoqchi bo'ldim. Sizlarga qaytib shunaqa video olmaydi bog' to'kib chiqdim. Ishonasizlarmi, o'rtoqlar, shu yerda bitta aqlli gap kelib qoldi. Bahor paytida unga jon bag'ishlab, uni ko'kartirgan daraxtni kuz mahal bitta shamol uchun tashlab ketarkan bevafo barg shoir Axlatiy. Xullas shunaqa qilib hamma yoq shipirib tozalab olib, qo'llarimni yuvib, kirlarni yig'ishtirib, qarasam yomg'ir yoqqanda yerdagi kir bilan yomg'ir suvi aralashib chang bo'lib qoladi-yu, yer shunaqa bo'lib ketgan. Keyin hovlini supurib chiqdim. Ammamni shipiraman deb kelib qarasam, qanchadir avvallar qo'yilgan shu temir stul hali ham turibdi. Nimagadir taomlar olib tashlamagan. Bilmadim, qayerdan kelib qolganini ham bilmayman. Uni tagini supurib olgandan keyin joyiga qo'yib, ustini qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Harakat qildim, o'zimcha qanaqadir fizik qonunlar yaratib tashladim shu yerda, bilmadim. Boshimga ishtima tushmadi, balkim chang burnimga kirgani uchun yaratgandirman deb uni bir nima qilib ustiga kiydirib qo'ydim. Men bu qilgan qilig'imga nechchi kuchli deb bilganman-da o'zim. Aslida bugun rejamga ko'ra kasal bo'lib uyda o'ranib yotish kerak edi, lekin kasal bo'lish menga emas ekan, ishoninglar o'rtoqlar. Jijja yotib damim qaytib ketdi, qurtim qaynab chiqib yana ish qilishni boshladim. Xullas bugun kasal bo'lish rejasini uy tozalash rejasiga o'zgartirib, hovlilarni chinnidek qilib supurib tozalab qo'ydim. Voila! O'zinglar baho berishinglar mumkin. Baholaringni kommentga yozib ketasizlar. Albatta kutib qolaman.